Bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Davudning hikoyasi. Sizlar ko'rayotgan mehri illiq bu go'zal sakrada Davud ismli bir yigit bor bo'lib, Davud hadisini o'zidan necha yosh kichik bolalardan tayoq yeb, manqisini iqitib yig'ilib yuradi ekan. Nemish qadamsizlar? Chunki Davudning kichigidan ahli sal ojiz bo'lib, Davudni mahalladagi kichik bolalar bo'zaq qilishidi ekan. Sal cho'ng'ir bo'lsa ahmoq qilib o'ynaydi ekan. Davud kichigidan doim manqisini iqitib qo'yib yurgashga, mahalladagi bolalar uni Davud manqa deb chaqirdi ekan. Bu Davud sal falokat ham kalampay bo'g'ini bilan chivinig'imiz jan sanmaydigan noyt oq ko'ngil bor ekan. Davud mucho'ng bo'lib, iqib qoladigan manqisini tugab, yeshi 30 ga berib qolgan bo'lsa-mu, hozirgacha uylanmagan bo'lib, qizlarga qandoq gap qilishni bilib ketmaydi ekan. Dadasi Savut bo'lsa Davudni to'y qilmading deb, to'la uning beshini o'chaq qiladi ekan. Davudning onasi Oyshamxon bo'lsa Davudning falokatchiligini besiqtirib bo'lolmay, kun bo'yi ansirab yuradi ekan. Davudning Osman Galdong deydigan kichigidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir Zaka og'inisi bor bo'lib, qachonliq qarisi Davudni balog'i tiqib yuradi ekan. Hey Davud, hey Davud. Seni yana qandoq kunlar saqlab turgan? Sizlarcha Davud yana qandoq kunlarni boshdan kechiradi? Qiziqsanglar diqqatinglar filmimizda bo'lsin. Davudning hikoyasi. Kardeş. Ha, aviyada otur adaş. Alımadaş. Öyüңni bek yaxşı saramcanlaştırıp apsan cuma adaş. Rahmet adaş, kına otur. Ha, gel adaş, otur. Oy, alımadaş. Adaş, Amine u. Amine gini şuptu? Tez digine adaş. Adaş, Osman Galdong telefon kuttuga. Anısam Amine'nin uyga elçiler bardı eken deydi. Nime? Onda olsa ben hazırlık kaytay. Heh, tokta adaş. Bunu az bolsuma yenin silip al. Ale. Rahmet adaş. Emisi ben kaytay ya.
Parlament xalqaro savdo-cheklik şirketimiz qurilgandan boshlab hozirgacha davlatimizning ichki-sirti, shundaqla Şinjanning har qaysi joylariga birinchi qo'l zavod bahosida o'zimizning zavodlardan chiqqan necha ming xil mahsulotni bozorga silib, xaridorlarning qo'llashiga erishib keldik. Bizning mollarimizning turi ko'p. Oilada ishlatiladigan, turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan eng zamonaviy parda, karvat yurishdiki, uningdan boshqa yana bu yil yangilik qilib dunyoning har qaysi joylariga raq top tarqaydigan Ko'chov shaharga o'zimiz birinchi qo'l zavod bahosida o'zimiz ishlab chiqarayotgan raqlarni bozorga soldik. Raqlarimizning turimi necha ming xildan oshadi. Kunda bir xil yangilik chiqadi. O'zingizga ehtiyojli har qanday mol lozim bo'lsa, bizni izlang. Bir tal olsangizmi, eng tuvan bahoda sip beramiz. O'z yurtimda amaliy do'kon ochatdim, hamkorlashatdim. Ishonchlik mollarni zavod bahosiga kirgizib, iqtisodiy qimmat yaratdim deydiganlarni esil mollar bilan ta'minlaymiz. Uyda o'tirib iqtisodiy kirim qilg'isi bolamu bizni izlang. Sheritimizga kelib ishlashni xohlaydiganlar, o'zining iqtidorini joriy qildirishni xohlaydiganlar, biz bilan tang taraqqiy qilg'isi bolani sherikimiz qizg'in qarshi oladi. Har kuni do'yinda bevosita ko'rsatib, naq maydonda sifatlik, ishonchlik, yangilik mollarni huzuringizga sunamiz. Do'yinni qo'shib berishni unutib qolmang. Hay Davud, Ha? shahardagi vaqtda bek chapa tatqansiz a? Yo'q, japa tatmadim. Lekin sizni bek sevginib shu. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmam. Ha rost, Davud. Sizning shahardan kelgan elchilarni qaytaradigan qanday amalingiz bor? Amal bor. Qanidang a? Bunda qilamiz qarang. Qandoq? Bo'ladi ekan. Rasodash, Ha? mushi shalikli Wang Hong deydi ekan. Siz ko'rib baqdingmi uni? Ha. Ko'rib baqdingmi deganni. Men adash shahardagi vaqtimda Wang Hongni har kuni 3 vaqt yeydim adash men. Ha. Bu adash ta'mi qanaqroq ekan? Ha. Ta'mi mushunda yaxshi ekan adash. Meni yo'ligina. Meni yo'la. Shahardan kelgan elchilar o'sha o'xshaydi. Shu. Shularda qiladi. What the hell? Manga. Shularga. Birazini izlabsizlar? Biz Aminaning uyiga elchilikka kelgan elchilar shahardan kelgan. Bu yoq shahardagi eng cho'ng Wang Hong mening o'g'lim Abbosjon. Nima? Wang Hong?
Davut, ne kela? Bu sen kündü şahada, kündü Wang Hong yettim Davut attın. Bu. Ağzını yum. Bana sen berip Haşimkamni bir amal qilib uydan ep chiqib ketaman, tez bo'la. Men Aminaning uyini bilaman. Sizlarni boshlab boray. O'zingiz kim o? Men Aminaning qo'shnisi Davudman, Davud. Ondaqda bizni boshlab ba. Ma'qul, yuringlar bizlar. Oldirmay menlar. Haşimkoy! Haşimkoy! Voy Haşimkoy! Ay, nim bo'ldi? Nimaga baqiraysan? Nim bo'ldi, nima? Haşimka. Voy, nim bo'ldi bolam? Nimaga Çatak baqiraysan? çıktı, çoğun çatak çıktı. Tez bulun tez. Voy, nima chataq chiqdi? Haşimka, qo'ylaringiz yog'idan tushib ketdi. Ahvoli toza yaxshi emas. Tez bulun Haşimka. Voy. Bugun uyiga elchilar kelmoqchi. Haşimka, elchilar uyda o'ltag'ash turdi. Tez men bilan men. Endi menlar. Oldirmay menlar. Endi menlar. Haşim o'zi ko'rinmaydi-ku. Haşimkam bir yer ketgan, hozirlik keladi. Birdan saqlab turinglar. Apa, qani siz gapini qilgan iliq Amina degan qiz ko'rinmaydi-ku. Ha shu, Amina ko'rinmaydi-ku. Amina yo'qmi? Amina bah. Men Aminani hozir chaqirib chiqay. Birdan saqlab turinglar. Saqlanglar. Amina. U qiz Amina. dada. Mana Aminani keldim. Neymiş bu ketdi bu? Oy, apa, bu siz Aminani shundoq chiroyli qiz deyotgandingiz-ku. Hoshimkam menga qizim shundoq chiroyli cho'ng bo'ldi degan balam. Oy, dada, bu qandoq gap endi? Balam, men kichik vaqtida ko'rgan chig'imda bak chiroyli edi. Cho'ng bo'lib bundoq qilib ketishini men nadim bilay. Sizning eringiz shu. Erim dana. Erim. Baxt ko'p ketinglardi. Balam, Yaqinda, ana to'y qilmayman. balam. Men ammam size. To'xtatmayman. Erimni qo'yib qo'y. Tez qoch. Erim, to'xtang. Erimni qo'yib qo'y. Amina endi chiqma. Ben sakın tegime. Ne bu amdi? Hayır. Mavishni. Voy, qudam voy. Erimni qo'yib qo'y. Alaqishib yuribsizlar bu. Voy, qo'yinglar, Hashim. Bu to'yni bo'ldi qammayli biz. Voy, qudam voy. Voy, qudam. Ay, Nima bo'lib ketdi bu ishlar? Nima shok ketdi bu? Qanday degan gap bor? Yana sen o'g'ri ishni buzibsan-da. Meni oromimda qo'yamsa, ha? Qat seni. Davudga so'tak. Qat seni. Bizni oromimizda qo'yamsa. Qarab tur, seni nima qilib yetaman? Siz nima bamisiniz? Sizni sada aramizda qo'ymayman. Men seni oromimda qo'ymayman. To'xtab tur, u o'g'ri. Ey, to'xta. Qo'rqmajmi adash? Jiddiylashma, ha? Ma'qul. Keldik. Amsa adash, biz ishga kirib ishni bitirib chiqile. Sen turib turgin, ha?
Ma'qul, isili qoldi Ma'qul yaxshisi. adash, ma'qul. Sirma adash, biz bor Biz bor adash, xotirjam bo'la. Ha, ma'qul. Amina! Hamda to'y degan bir umrlik ish. Ballarmi bir-birini yaxshi ko'rishadi ekan. Mumkin bo'lsa, ballarning baxtini o'ylashgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Shu. Bizning Davud palokat bo'g'ini bilan o'zi bek yaxshi bola. Asharatlarga ziyon solmaydi. Shunda to'g'ri. Shunda Qashim aka. Bu Davud yaxshi bola. Ha, shu Hashimka, sizmi Amina bilan Davudning to'yiga qo'shilsizlar? Bo'ladi. Shu ballar baxtli bo'lib, xotirjam kun o'tkazib, yaxshi turmush kechiradigan ish bo'lsa, meningmi boshqa fikrim yo'q. Ha, endi yaxshi bo'ldi. Undaqda bu to'yni vaqtida qilib etaylik. Bo'ladi. Shunda qilaylik. Rahmat Hashimka, rahmat. Davud! Davud! Bu balalarni esa. Davud! Qandoq bo'ldi og'aylar? Hashim akam to'yga qo'shildimi? Men biletdim Hashim akamning to'yga qo'shilmaydigini. Biz sana çok takıp koyduk adaş. Bu toy bo'ladigan bo'ldi. Hashim aka bu toy qo'shildi. Muborak bo'lsin adash. Bek yaxshi bo'ldi. Şadlığı derya, külkesi canan, 2 yaş kilur toyla sayıpkan. Şadlığı derya, külkesi canan, 2 yaş kilur toyla sayıpkan. Kademle kutluk toyla mübarek, mengü bir soksun yer ya 2 boş yürek. Hey 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 kademle kutluk toyla mübarek, mengü bir soksun yer ya 2 boş yürek. Oy hey hey mübarek toyla mübarek, mengü bir soksun yer ya 2 boş yürek. Hey hey mübarek toyla mübarek, mengü bir soksun yer ya 2 boş yürek.